Aka, necha pul deyapsiz? Hakam insof. Mana 25 deyapman. 15 beraman. Yo'q. Ko'nglingiz 20likni ham bilaman. Oldindan. 20 olmasligini ham bilaman. Oshig'ini. Nima bo'ldi? Sajjar aka shunday qilib qolmaya? Motor zo'r ekan. Motor qilingan. Zo'r ekan. O'zi qanday siz? Alloh yaxshi. 10. Ha. Zavod o'zi. Lekin yomon miltillayapti o'zida qarasa ham. To'g'ri. To'ppa shu tarafga bor. Destanchi. Bosh tarafga. Ko'nglingiz kirmay, ochish bilan yorib gaplashaylik, ko'nglingiz kirmay. Qayerdan sizga? Kasb bilan. Keyin chiqadim bundan. Bular 500 ming so'm sotaman, bilsangiz. Bilasiz, kunda tomosha qilib. Lekin 20 olmaydi. Ko'nglingiz kirmayligini ham bilaman. Hech kimsa 20 sotib kelaman Akmal aka deb kelgansiz. To'g'rimi? 20 olmaydi. Bitta bo'layotgan ko'ring aytaman. 18 million bo'lsa olib qolaman. Men o'zimga ham 18 million matiz. 20 dan necha pul o'tib berasiz? Bitta yorlar aytingchi. 20 dan o'tsa sotadi. Ya, necha pul o'tsa sotasiz? 20 dan? Necha pul kamga bera olasiz 20 dan? Bitta ko'ring, 19 million beraman, bering 19,5 sotaman. 500 ming so'm ko'zingiz oldida. 1 million so'm o'tib bering deyman, bo'ldi. Matizani sodasini qiyin qilmay shu. Bo'ladigan savdo. 1 million so'm o'tib bering, 19,5 sotaman. Ochiq gap. Mayli, qarang, yana bitta ko'ring. Bo'lsa bering, bo'lmasa o'zi biladi. 500 ming so'm pul sotaman, 20 million men sotaman, 19 million 500 bersangiz 20 million sotaman. Lekin 20 million sotaylik, shunga meni ham rizqim qo'shilsin 500 ming. 20 bersangiz yaxshi bilaman. O'sha 500 ming so'm o'ting, men sotaman 20 million. Sizga naqd pul beraman, ha. 500 ming so'm ermay o'tib bering, bo'ldi. 500 ming ham o'tmaysiz. Hali kimni qidiryapti bu? Sizni qidiryapti, bu yoqqa keling, sizni qidiryapti. Hali qidiryapti, mashina. Bu kimni qidiryapti deyman, sizni qidiryapti. Ya 20 bo'lsa beraman deylar. 500 ming o'ting, men 20 sotay, shuni 500 ming meni rizqim qo'shilsin. 20 so'rayapman, mana bermaydi hozir. Ha, bermagan bo'lsa shu men kimlarga bermay beray aka. Shu rozi bo'lib beringlar. Akmal aka chipta mashinani o'zini olib kelsangiz, o'ziga olib keladi. Mayli aka, baraka topdingizmi? Xo'p, mendan mashina olgansiz, baraka topdingizmi? Sotgansiz, puldan ham baraka topdingizmi? Yo'q, o'zi mana buni sotasiz, pul olasiz, baraka topasiz. 500 ming o'tib Seni bering. turibdi, xafa bo'lib qoladi. Xafa bo'lmaydi, men aytaman, xafa bo'lmaydi. Savdoda bu. Savdoda bu. 20 million so'rab turibdi. Sizdan turgan masalaga emas, 20 so'rab turibdi. Uni 500 ming 400 ming uchun gap nima bo'ladi? Bo'ldi aka, bo'layotgan bo'lsa o'sha bayat aytganda 20 ming o'zim toza mandan olasiz. Akmal aka borib sotdi, mashina olganim uchun deysiz. Faqat rozi bo'ling, ish ko'pda bugun bozor. Faqat rozi bo'lib bering. Iltimos. Iymanmay bering. Ishni qilaylik. Bir qilib bering. Aka, 500 ming 1 million alishadigan odam emas. Ya alishmang. Hech narsa alishmang. Hech kim sizdan alishmaydi. Bunday aka, hech kimda hech qachon hech nima alishmang. Shunda Alishadigan narsa odam bo'lmasin. Texnikalar uchun 500 ming pulga san anaqa ketdik deyishim. 20 million so'rab turibdi. bo'ldi aka, qarang. 20 million so'raganimsa 500 ming Akmal aka ustini qo'yib oldi deysiz. 20 million 500 bilan 21 men sotaman. Bo'layotgan bo'lsa rozi bo'lib bering. Mana odam o'sha yerdan kelyapti. Keling. Ato qilgani, qara sizniki. Qasonda qaqa? Boshqa pushmasiz siz? Nima qilasiz? Ustamisiz? Motorist ekanlar. Xo'p, qaranglar, obzorni aytib o'tib ketdi. Kraskasi eshigi pastga bor ekan. 2010 motorchalari zo'r. Matizcha yurgani 40 ming yurgan. 40 ming, 40 ming yurgan ekan. Agar 40 ming yurganini bilganimga men 25 million oladim. Shunisi so'raman men. Mayli, sizga o'tdi aka, 500 ming so'm men ustiga qo'yib sotdim. 500 mingga rozimisiz? Halol aka. Sotamiz. 500 ming so'm sizning mashinangizdan rizq yedim. 20 million 500 oldim. 21 million bo'lib sizga o'tdi. Rozimisiz aka? Shunday kerak registratsiya